har 5000 kilometrda alishtirasiz. Moychilar gapiradi 7000-8000 kilometrda. Tracker 12chilarni nozik joyi, har kuni ko'radigan dahshatli tushi bor, bilasizmi? GRM remeni moyi ichida bo'ladi. Qachon almashadi, holatini qanaqa tekshirsa bo'ladi? Eng ko'p beriladigan savol. Ishlab chiqaruvchi 240 mingda alishtirishi maslahat bergan, faqat kafolat shartlari to'g'ri bajarilsa degan joyi bor. Kimnikidir yurib beryapti, kimnikidir yetib kelyapti. Hozir ikkita mashina kelgan, ikkalasi masofasi bir xil, lekin bittasining remeni yaxshi holatda, bittasi bo'lsa uje uqalanishni boshlagan. 70 ming, 100 ming kilometr oralig'ida remen holatini tekshirishni maslahat beraman. Klapan kirishkani yechib olib, Carnival 3-4 ta kuruk aylantirib, remen holatini tekshirsa bo'ladi. Mikro yoriqlar, tishlarning holatini ko'rib, remen alishtirish shartmi, yo'qmi, baho bersangiz bo'ladi. GRM remen alishtirganda moy nasosini remenini alishtirish esdan chiqmasin. Bularning umri deyarli bir xil bo'ladi. Bozorda ham qalbak remenlik ko'payib ketdi. 2000-3000 yuryapti, uzilyapti. Keyingi videoda remen alishtirish necha pulga tushadi, ehtiyot qismlar bilan birga hisoblab beraman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Original bilan fake farqini ajratish, motorni yechmasdan turib remen alishtirish, metkaga qo'yib yig'ish barchasi haqida video qilganmiz, lentaga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Remen tez eskirishiga nima sabab bo'ladi, bilasizmi? Sifatsiz moy, sifatsiz benzin va moy alishtirish intervali aynan remenni tez eskirishiga sabab bo'ladi. Sifatli moy tariqasida Valvoline tavsiya beraman. Aynan Tracker va Onyx ga to'g'ri keladi, ya'ni 0 ga 20, Dexus 1, Gen 3 turbo dvigatellar uchun maxsus. Har 5000 kilometrda alishtirasiz. Moychilar gapiradi 7000-8000 kilometrda. To'g'ri, eng zo'r moy ham turib berishi mumkin, lekin men motor 5000 kilometrga mo'ljallangan. Har 5000 da alishtirishga majbursiz. Avtomobil haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar bizning profilda bu videoni bo'lsa, Tracker va Onyx do'stlaringizga jo'natib qo'ying.